25 metrgacha ustunsiz qilib qurib berishadi. Hech qanaqa stoyga qo'yilmaydi o'ttaga deganimizda ko'pchilik ishonmaganda do'stlar, metrini sanab beraman. Qaranglar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Bag'ida yana 6 metr joy bor do'stlar. 25 emas, 26 metrga bez ustun qilib do'stlar uzunligini 50 metr joyga yopilgan. Eng qizig'i do'stlar, konteynerda do'stlar eng baquvvat joyidan qilib berilgan bu ish. Cho'ri firmaga qilingan ishga bitta baho berasizlar do'stlar. Ishlatilgan stoykasiga qarang, men ko'rib to'g'risi borib vashi qo'yil qoldim. Adashmasam betondan qilib quyadigan bo'lsangiz, bunaqa pishiq chiqmasa kerak. 12 ga do'stlar 5 santimetrli bo'ladi. Kashaydi berganini ko'rib men tan berib yubordim do'stlar. Bu narsa menimcha parod qilmaydi. Chunki bu baquvvatligiga bitta e'tibor berasizlar. Teva qismiga ham bitta e'tibor berasizlar do'stlar. Bu hozir bitta katta do'stlar zavodga qilib berilgan joy. Bitta yo sklad qilishadi, yo ishlab chiqarish qilishadi. Adashmasam, ko'rib turganlaringdek do'stlar uzuni 50 metr bo'lgan. Tevasidagi tunikasigacha do'stlar ustalar o'zini yonidan qilib yop bergan ekan. Narx-navolari, bundan tashqari qatlargacha xizmat ko'rsatishadi. Buni aytib o'tib ketamiz. Endi yonimizdagi sherik qilib bergan usta to'g'risi telefonga olin chiqmagan, to'g'risi xijolat bo'lyapti. O'shuning uchun o'zimiz do'stlar podrobni tushuntiramiz, video orqasida gapirib beraveradi. Chozim aka 26 metr eniga bo'lgan aka. Ha, eniga. 26 metr eniga bo'lgan, askat qilib yopilgan do'stlar. Ya'ni ko'rinishda, ko'rinishda ikki tomonga suv tushadigan qilib qo'yilgan. Tarnovlarigacha o'zingiz o'rnatib berganmisiz aka buni? Ha, hammasi o'zimizdan bo'lgan. Hamma yo'q o'zingizdan. Hammasi. Tarnovda ham o'zingiz qilib bergan. Hammasi o'zimizdan bo'lgan. Gapi, ertaga katta yomg'ir yog'adigan bo'lsa ham tarnovda ko'rsatib qo'yingda, normalniy baquvvat qilib qilingan ekan, ichiga ancha-muncha suv sig'adigan qilib. Aka, buni xari qilib tashlangan joyi ham xuddi mana shunaqa stoykada qalin qilib to'qilgan ekan, bir xil qilib. Necha metrga tashlagansiz aka xarisini? 10 metrdan bo'lgan, orasi balandligi 7 metr. 10 metrdan orasi bo'lgan, balandligi 7 metr. Gap yo'q. Naryoq tomonda do'stlar devorni ustiga tashlab ketishgan. Mana bu burchakni ko'rsatsangiz, xuddi mana shu ko'rinishda bo'lgan ekan. Gap yo'q. Zo'r. Hozir bu eng qalin joyi, bundan qalini bo'lmaydi. Yo'q, bundan qalini bo'lmaydi. Qalinligi 4 tenka. 12 ga 5 bo'ladi. 12 ga do'stlar, endi 12 ga 5 santimetr bo'ladi. Eng qizig'i do'stlar, bu bilan vashi borku bunaqa baquvvat ish bor, ancha-muncha. Hozir bu qor, yomg'ir, do'li bu narsaga javob beraveradi. Javob. 26. Buni ichida hozir fura ham bemalol aylanib chiqaveradimi? Bemalol aylanib chiqaveradi. Buni tekshirishda kelib, tekshirib, gasindan ham kelib tekshirib olishdi. Gap yo'q. Ya'ni gazlardan ham o'taveradi. O'tadi. Gap yo'q. Zo'r. Necha puldan bitta buni 1 kvadrat endi? 1 kvadrat 350 mingdan qilib berdik. Hamma narsasi o'zimizdan. Ustalarning ishichi. Hamma narsasi. Material o'zingizdan. Material o'zimizdan. Usta ham o'zingizdan. Usta ham, tevasi, shiver, shipiri hammasi o'zimizdan. Gap yo'q, zo'r. Bunga ishlatilgan svarka elektrodini o'zi ham menimcha normalniy pul bo'lsa kerak. Qaranglar do'stlar, ustaning yaxshi tomoni nimada desiz, hamma rasxoti o'zi bilan bo'ladi. Materialni olib keladi, ustani olib keladi. Undan tashqari do'stlar, o'rnatish buni tevasiga tunikasigacha yopib berilgan. O tevasiga tashalgan tunikani tagiga tashalgan do'stlar reykasi deb qo'yadi. Xuddi shu narsani ham do'stlar o'zlarining o'rnidan olib kelib har 50 sm. 50 sm ga tashlab bergansiz aka? Yo'q, 65 ga. 0.65. 65 ga tashalgan. Profili ham necha u qalin bo'lgan ekan adashmasam. 4 ga 4. 4 ga 4 profil qilib bergansiz. Do'stlar, 4 ga 4 profil. Bu aka zavod-a, beta? Zavod. Nima bo'lyapti bu? Bu yer endi skelat bo'ladi-da. Skelat bo'ladi. Yana nimalar qilib beraverasiz aka? Hozir adashmasam, bemalol zavod ham qurib beraversangiz kerak. Quryapmiz, mo'rt zavod quryapmiz, suv zavod. Suv zavod qurilyapti. Buxoroda 3000 kvadrat quryapmiz. Buxoroda 3000 kvadratga qurilyapti ekan, xudo xolasa do'stlar. Bundan tashqari uylarda, katta uylar tomi, to'yxonalarda tomi, xo'p, sun'iy stadionlar do'stlar, xo'p, teplitsalar, shunga o'xshagan do'stlar katta joylarga angarlar qilish kerak bo'ladigan bo'lsa ham, video pastga nomer qo'yganmiz, aloqaga chiqsalaring bo'laveradi. Ishlatilgan materialni do'stlar eng sifatlisini olib kelib ish qilib berishadi. 26 metr eniga do'stlar o'zlari baho berib qo'ygan. O'ttada mana hech narsa yo'q do'stlar. Hech narsasiz qilib beryapti. Batta bemalol olib keladigan mashinangiz ham aylanib qilib ishini chiqib ketaveradi. Umuman muammo bo'lmaydi. O'zbekistonda 12 ta viloyatidan bemalol telefon qilsangiz bo'laveradi. Undan tashqari Qirg'izistondan
tomondan qo'shni davlatdan ham do'stlar qilingan ishlar juda ko'p, brigadalar ko'p, bemalol borib bitkizib berishadi. O'zi ishda qilinganini sifati shunday ham ko'rinib turibdi. Buni mana do'stlar oddiy stoykasini qilingan joyidan bilsangiz ham bo'laveradi. Qorlar ham 10 metrga tashalgan do'stlar. Bu bemalol o'sha qorda ham, shamolda ham hamma narsaga do'stlar javob beriladigan qilib berilgan bo'ladi. Nech puldan nech pulgacha o'zi? 150 mingdan boshlanadi, 400 minggacha qilyapti. 150 mingdan 400 milliongacha. Uzun necha metrgacha tashab beraverasiz? 30 metrgacha qildim. 30 metrgacha. 30 metrgacha bez ustun qilib yopib berishaveradi. Endi materialni baquvvatligini ko'rib turibsizlar, adashmasam bundan muammo bo'lmasa kerak. Video pastda ustani nomeri turibdi, aloqaga chiqadigan bo'lsangiz do'stlar, bemalol ishingizni cho'tki qilib bitkizib berishadi. Aytib o'tganimdek, hamma narsasi o'zidan. Boshi ortib, bozorga bor, u olib kel, bu olib kel. Yo'q, hamma yo'lda o'zlari bilan olib kelishadi do'stlar. Narxini kelishasizlar, shu narxning ichida endi qanaqa bo'ladi? Ishlatilgan materialni oz ko'pligiga, qalin yupqaligiga qarab turib do'stlar narx belgilanadi. 150 mingdan 400 ming so'mgacha zavod qildirmoqchimiz, sklat qildirmoqchimisiz? Do'stlar, bunaqa katta bino qildirmoqchimiz? Bemalol aloqaga chiqasizlar. Toshkent shaharda turibmiz do'stlar. Aytib o'tganimdek, o'zlari Andijonda Asakasida, O'zbekiston 12 ta viloyatiga bemalol xizmat ko'rsatishaveradi. Sog' bo'linglar.